Oktyabr oyi oxirida bayat zotli qo'ylarning 7000 boshi Samarqand viloyatiga keltirildi. Olib kelingan naslli qo'ylarning 6400 boshi Nurobod tumanining Olis, Olg'a va Qo'shquduq Darajali tashrifida O'zbekiston Respublikasiga 100 ming bosh bayat zotli qo'ylarni olib kelish rejalashtirilgandi. Shu bugungi kunga mana shundan Samarqand viloyatiga 1,5 ming bosh 2025-yilda olib kelish rejalashtirilgandi. Lekin bugungi kunda qariyb 7 ming bosh bayat zotli qo'ylar keldi. Mana bu qo'ylarimizni gapiradigan bo'lsak, mana qo'ylarimiz o'zi kelganiga bir 10 kun bo'ldi. Juda ham moslashuv ekan. Keyin kasalliklar yo'q, sog'lom. Hamma oziqaga, hamma bizning iqlim sharoitimizga juda ham birdan moslashdi. O'zgargani ko'rinyapti. Oziqasini beryapti. Yaylovda harakatlantiryapti. Bekorga eskida ota-bobolarimiz aytmayganda, mol baylovda, qo'y haydovda deb. Haqiqatan ham haydagan sari oziqasini o'z rizqini topayapti. Qo'y o'zgaryapti. Nasib bo'lsa, qo'chqorlarni olib kelib qo'shyapti, naslli qo'chqorlarni. Shu qo'chqorlar orqali naslli qo'ylar olamiz bizlar, ko'paytiramiz. Bundan tashqari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida bu qo'ylardan har biz Samarqand viloyatimizga kelgan qo'ylar urg'ochlar olib kelingan, hozir qo'chqorlatyapti. Nasib bo'lsa bahorga ular 7 mingta hozirgi kunga kelgan bo'lsa, 14 mingta qo'y bo'ladi, xudo xolasa. 14 mingta, 13 mingta qo'y bo'ladi. Go'shtni narxini arzonlashtirish, oziq-ovqatni xalqqa sifatli arzon go'sht yetishtirish maqsadida shu ishlar tashkil qilinyapti. Bu qo'ylarni juni ham juda ham bir sifatli, momiq, yumshoq. Bu junni ham olib turib chetga eksport qilish rejalashtiryapmiz. Viloyatimizga bugungi kunda mana bu Samarqand Nurobod MChSiga qariyb 5100 ta qo'y keltirib keldi Nurobod tumanidagi. Shu fermer xo'jaligimizda mana oziqa zaxirasi ham bor. Qariyb shu bugungi kunda 500 ming tonna dag'al hashaklarimiz bo'lsa, undan tashqari konsentrat oziqalarimizdan bir 200 ming tonna zaxirasi bor. 200 tonna. Shundan qishlovdan betalofat o'tadi. Bundan tashqari mana shu keltirilgan bayat zotli qo'ylarimiz uchun 500 ming tonnaga yaqin dag'al hashaklarimiz bor. 200 tonnadan ortiqroq konsentrat oziqalarimiz bor. Bug'doy, arpa zaxirasi yaratilgan. Qishdan betalofat o'tadi, chorvani yaxshi rivojlantirib o'stiradi. Veterinariya xizmati tomonidan mana keltirib klinikdan o'tkazildi. Karantin tadbirlarida turibdi bular. Shu yaylovda atrofdan hech qanday begona qo'ylar qo'shilayotgan emas, o'zlari alohida ajratilib boqilyapti. Klinik tekshiruvdan o'tkazdik, sog'lom. Emlash profilaktik tadbirlaridan birinchisini o'tkazib oldik. Hozircha yaxshi. Mana bu keltirilgan bayat zotli qo'ylarimizni hozirdan qo'zilatish vaqtiga tayyorlanyapmiz. Bahorga qo'zilarni olishga ham joylar tayyorlab, sharoitini yaratyapmiz. Maqsad xalqqa sifatli arzon go'sht yetkazib berish. Bundan tashqari mana shu qo'ylardan yangi zotlar yaratiladi. O'zimizni mana bu jaydari, qisori qo'ylarimiz bilan bularni chatishtirsak, juda ham go'sht mahsuldorligi yaxshi qo'ylar zot yaratiladi degan umiddamiz. Nasib bo'lsa, yaxshi natija beradi. Bizning hozirgi qo'ylarimiz o'zimizdagi 40 kilo, 50 kilo go'sht qiladigan bo'lsa, ularda 50 kilodan 70 kilogacha go'sht qilar ekan. Agar ikkalasini qo'shsak, bizlardagi 80 kilo, 100 kilogacha go'sht qilsa kerak o'zimizning jaydari qo'ylarimiz chatishtirganda. Bundan tashqari mana hozir fermerlarimiz, tadbirkorlarimiz kelib turib bu yerda ko'ryapti. Haqiqatan moslanuvchanligiga ishonch hosil qilyapti. Mana shu viloyatdagi chorvador tumanlarimizda, Qo'shrobod tumani jumladan, Payariq tumanida, Paxtachi tumanidan kelib tadbirkorlarimiz ko'ryapti. Shu qo'ylarni moslashuvanini ko'rib, olib kelib ko'paytirish niyatida bor. Viloyatimizda veterinariya boshqarmasi umuman tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga, mana chorva fermerlarga yo'l yo'riq
Mo'g'ulistondan kelgan qo'ylarimiz mana yaxshi ekan. O'rganib qoldi o'zimiz ob-havolarga. Masalan, yeb ichishlari yaxshi hozir. Zarafshon daryosining qirg'oqlarida o'tlar yeb hozir qo'ylar qo'shdik, joydagi qo'ylarni. Juda yaxshi hozir qo'ylar. Qo'chqorlarni qo'shdik. May oylarigacha qo'zlaydi. Veterinarni xodimlardan masalan dori-darmonlar berib ketyapti. Holdan xabar olib ketyapti qo'ylarni. Hozircha rivojlanishi yaxshi, qo'ylar yurishi. Kasallik yo'q, ham yeb ichishi yaxshi hammasini. Tumanida barcha toifa xo'jaliklarda 116 ming bosh qoramollar parvarishlab kelinmoqda. Shundan 56 ming boshi sog'in sigirlar tashkil etadi. Shuningdek, tumanda 158 ming bosh qo'ylar, 1400 bosh otlar, 840 ming bosh parandalar boqilmoqda. Ushbu qoramollar, parandalar va qo'y echkilardan bugungi kungacha 17,9 ming tonna go'sht, 66,4 ming tonna sut, 68 millionta tuxum, 68 tonna baliq, 81,4 tonna asal mahsulotlari yetishtirildi. Bugungi kunda tumanda qoramolchilik bilan shug'ullanuvchi 40 ta xo'jaliklar mavjud bo'lib, ularda ayni paytda 2600 bosh qoramollar parvarishlanib kelinmoqda. Ularga shartli mol boshsonlariga asosan oziq ekinlar yetishtirish uchun 625 gektar yer maydonlarini ajratib berilgan. Shuningdek, tumanda 4 ta qo'ychilik yo'nalishidagi korxonalar mavjud bo'lib, ularda 2200 bosh qo'ylar parvarishlab kelinmoqda. Tumanda parandachilik bilan shug'ullanib kelayotgan 9 ta korxonalarimiz mavjud bo'lib, parandachilik xo'jaliklarida ayni paytda 20 milliondan ortiq tuxum mahsulotlari yetishtirilib, 345 ming bosh parandalar parvarishlab qilinmoqda. Tuman hududida baliqchilik sohasida ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, baliqchilik bilan shug'ullanuvchi 22 ta xo'jaliklar mavjud bo'lib, sun'iy suv havzalarida faoliyat yuritib kelmoqda. Tuman hududida epizodik barqarorlikni ta'minlash, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida tuman veterinariya va chorvachilik rivojlantirish bo'limining 18 ta veterinariya uchastkalari davomida doimiy profilaktik emlashlar olib borilmoqda. Xususan, qoramollarda uchraydigan kuydirgi, dermatit, qorason, oqsil kasalliklariga qarshi doimiy emlashlar olib borilmoqda. Shuningdek, tumandagi chorva mollari naslini yaxshilash, ularning mahsuldorlik ko'rsatkichlarini yanada oshirish maqsadida 2025-yilda 15600 bosh qoramollarni sun'iy urug'lantirish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunga kelib 14500 bosh qoramollar sun'iy urug'lantirildi. Tuman hududiga asosan galishtin va semental zotli chorva mollari rayonlashtirilgan bo'lib, sun'iy urug'lantirishlarda ularning urug'laridan keng foydalanilmoqda va sun'iy urug'lantirish natijasida olinayotgan buzoqlardan mahsuldorligi yuqori, ularda go'sht, sut mahsuldorliklari yuqori bo'lib, oziq-ovqat mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirishda o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Prezidentimizning Mongoliya davlatiga oliy darajali tashriflar davomida kelishilgan kelishuvlarga asosan 2025-yilda 100 ming bosh naslli bayat zotli qo'ylar olib kelish rejalashtirilgan bo'lib, shundan respublikamizga olib kelish rejalashtirilgan bo'lib, shundan tumanimizda ham ushbu qo'ylarni olib kelish maqsadida tumandagi Sardorbek naslli chorvasi agro ferm xo'jaligi tomonidan shartnoma tuzilib, Mongoliya davlatidan bugungi kunda 461 bosh bayat zotli qo'ylar olib kelindi. Olib kelingan qo'ylarni dastlabki karantin davriga olinib, 1 oy davomida ularni karantin davriga olinib, barcha nazorat tekshiruvlaridan o'tkazilib, ularni chechak, oqsil, brutsellyoz kasalliklariga profilaktik emlashlar olib borildi. Hozirgi kunda barcha qo'ylarning salomatligi yaxshi, ularni yaylov sharoitida boqishga ruxsat berildi. Tuman veterinariya va chorvachilik rivojlantirish bo'limi tomonidan Mongoliya davlatidan keltirilgan qo'ylarni doimiy ravishda kunlik nazorat rejimi o'rnatilgan bo'lib, ularni parvarishi yuzasidan doimiy tavsiya va ko'rsatmalar berib borilmoqda. Mongoliya davlatidan qo'y olib kelish maqsadimiz aholini birinchi navbatda go'sht mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini yanada to'liq qondirish maqsadida ularni naslini ko'paytirish,
ulardan yetishtirilayotgan mahsulotlarni ko'paytirish maqsadida bu qo'ylar olib kelinyapti. Tumanimizdagi Olmazor mahallamizda veterinariya vrachi chorvalarga har xil kasalliklarga qarshi shu emlash ishlarini doimo o'z vaqtida bajarib boradi. Endi har xil turdagi kasalliklar bo'ladi, o'shalarga qarshi yoz mavsumi, kuz mavsumi, qish mavsumida har xil kasalliklarga qarshi emlash ishlari shu veterinariya vrachi tomonidan olib boriladi. Mahallamizda, mana qishlog'imizda uylardagi chorva mollarini hammasini emlash ishlari olib boradi. Masalan, meni uyimda ikkita qora molim, ikkita buzoqchasi bor. O'shalarni ham o'z vaqtida kasalliklarga qarshi emlab, o'z vaqtida o'z vazifasini bajarib ketadi. Mana shu yerdagi endi chorva mollarimizda shu o'tgandek sigirlarni, mana buzoqchalarni ko'rib, ahvol-ahvolini tekshirib ketadi. Bulung'ur tuman veterinariya bo'limi Bog'omurod veterinariya shoxobchasiga qarashli asosan ikkita mahalla. Ikki mahallada 1170 ta xonadon mavjud. Mana shu xonadonlarda 3470 tadan ziyod yirik shoxli mollarimiz. 12 mingdan ziyod mayda shoxli mollarimiz. 793 ta it. O'zimizni G'obdi massivimizdagi tadbirkorlarni ham hisobga olganimizda tadbirkorlarimizning o'zida tovuq, parranda bosh soni bittasida 60 mingdan ziyod, bittasida 30 mingdan ziyod, 90 ming. Aholi bilan qo'shib hisoblaganimizda 100 mingdan ziyod parrandamiz bor biz bu. Shoxobchamizga tegishli 100 mingdan ziyod parrandamiz bor. Xonadonlarga kuzgi va bahorgi emlash ishlarini, o'z vaqtida mavsumiy emlash ishlarini qilib kelyapmiz. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 202 sonli qarori bo'yicha itlarni o'z vaqtida quturish kasalligi emlash, ularni aholiga bog'lab boqish 202 sonli qarorining mazmun mohiyatlarini tushuntirib boryapmiz. Bundan tashqari mana Prezidentimizning 285 sonli qarori bor. Mana shu 285 sonli qarorga asosan O'zbekiston Respublikasida aholisiga tegishli bo'lgan uy hayvonlarini ro'yxatga olish, identifikatsiya qilish yana. Ya'ni veterinariya sohasida bu ham bir yangi tizim raqamlashtirish. Aholiga albatta to'g'ri tushuntiryapmiz. Mana shu O'zbekistondagi mavjud hayvonlarning bosh sonini bilish bizning maqsadimiz. Veterinariya sohamizning maqsadi O'zbekiston Respublikasidagi mavjud hayvonlarni bilish, kasalliklardan himoya qilish, bular zotini yaxshilash maqsadida qilinayotgan ishlar. Go'sht ichki bozorda ko'paytirish maqsadida qilinayotgan ishlar mana shular hammasi. Mana oldimizda bizlar qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Chorva mollarini sun'iy qochirishda afzalliklari juda katta. Aholiga sun'iy qochirishda foydalari, sun'iy qochirishning afzalliklari to'g'risida tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Naslli urug'lar bizlarda Toshkentdan kelyapti. Toshkent o'zimizda naslchilik korxonamiz bor. Toshkentda O'zbekiston naslchilik korxonasidan kelyapti. Endi afzallik taraflari, eng afzallik taraflaridan biri o'sish tezlashadi. Mahsuldorlik ko'p. Sut berishi ko'p. Go'sht mahsulotlarining mahsuldorligi ko'p. Shuning uchun aholimizning dasturxoniga ko'proq mahsulot kelishiga shu sun'iy qochirishning afzallik tomonlari mana shulardan. Aholi tomonidan mana shu narsani aholini o'zi sezyapti, ko'ryapti. Mana shu nimani sun'iy qochirishda o'sishning tezlashganini, mahsuldorlikning oshganini ko'ryapti. Birinchi o'sha sun'iy qochirishdan tug'ilgan buzoqlarimiz hozir sigir bo'ldi. Ana shu sigirlar orasida sut mahsuldorligining oshganini aholi tomonidan sezildi. Go'sht mahsuldorligining
o'sgani aholi tomonidan sezildi. Qizilcho'l zotiga qaraganda, misol uchun, angusning yoki bo'lmasa golshtenning yoki bo'lmasa shvets zotining yoki bo'lmasa boshqa zotlarni mahsuldorligi baland. Bulung'ur tumanida qish-bahor mavsumi uchun mo'ljallangan asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasi bo'yicha umumiy 2949 tonna zaxiramiz bor. Shundan 2265 tonna kartoshka zaxira qilganmiz. 180 tonna piyoz, 165 tonna sabzi zaxiramiz bor. 339 tonna guruch zaxira qilganmiz. Hozirgi vaqtda zaxira qilishdan maqsad asosan qish-bahor mavsumida aholini arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash. Bozordagi narx-navoni sun'iy oshib ketishini oldini olish, aholiga sifatli va arzon mahsulotlar yetkazib berish. Bu oziq-ovqat mahsulotlarini sifatli saqlash uchun hozirgi vaqtda qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash omborxonalari tashkil qilingan. Bu omborxonalarga masalan piyoz, kartoshka, sabzi uchun asosan. Kartoshka va piyozni saqlash uchun muzlatgichli omborxonalar tashkil qilingan. Sabzi va kartoshkaning sifati buzilmasligi uchun oziq-ovqat muzlatgichli omborxonalar tashkil qilingan. Maqsadimiz qish va bahor mavsumida aholiga sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib